Demak, xulosa qiladigan bo'lsak, yetimparvarlik, yetimlarni yaxshi ko'rish, ularga muruvvat qilish, ularni qaramog'iga olish, kafilliga olish, ana shunday ulug', katta savobli, o'ta fazilatli, Rasululloh bilan jannatda hamroh bo'lishiga sabab bo'ladigan amallardandir. Alloh bu amalni yaxshi ko'rishligimizni hammamizga nasib etsin. Endi bir masala bor. Jiddiy masala bor. Yetimparvarlik shunchalik ulug' ish ekan. Bir go'dakni tirik yetim bo'lishiga sabab bo'lishchi. Bu masalani bir o'ylab ko'rdingizmi? Tirik yetim kim? Otasi yetimu, lekin yetimdek o'sayotgan bola. Tirik yetim. Otasi tirik lekin bola yetimdek o'sayapti. Bola chaqasiga qaramaydi. Uning nafaqasi bilan ishi yo'q. Bemalol ajrashib ketaveradi. Uning oqibatini o'ylamaydi. Bu ne xo'rlik, ne qiyinchilik, mashaqqatlarni xuddi yetimdek boshdan kechiradi. Uning azobi yo'qmi? Uning hisobi yo'qmi? Bor albatta. Mana bu narsa bugun katta tashvish jamiyatda. Tirik yetim bo'layotgan bolalar. Achinamiz. Begona birovning yetim bolasiga shunchalik muruvvat ko'rsatish shunchalik ish ekan. O'zimizni bolamiz biz tirikligimizda yetimdek o'smasin. Yetimligini his etmasin. Shafqatli bo'laylik. Rahm shafqat qiling. Bu begunoh go'daklarga.